So'nggi yillarda tibbiyot sohasiga 230 trillion so'm, bu degani 20 milliard dollar berdik. Bu yil 45 trillion so'm. Agar 2016-yil bilan taqqoslasak, 7 karra ko'p pul beryapmiz. Tibbiyot tizimiga byudjetdan yiliga 3 karra ko'p mablag' ajratganimiz hisobiga joylarda 187 ta yangi poliklinika va shifoxona ishga tushdi. 1244 tasi rekonstruksiya qilinib jihozlandi. Natijada birlamchi tibbiyot muassasalari quvvati 60% ga oshib, tibbiy xizmat aholiga ancha yaqinlashdi. Ilgari asosan poytaxtda bajarilgan yuqori texnologik va diagnostika davolash usullarining 400 dan ortig'i hududlarda amalga oshirilmoqda. Misol uchun stentlash, endoprotez, yurak parogini yopadigan uskuna qo'yish kabi yuzlab murakkab amaliyotlar viloyat markazlariga kam invaziv operatsiyalar tuman darajasiga tushirildi. Birinchi marta 45 ta tumanda buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgani inson salomatligi yo'lidagi ishlarimizni yaqqol amaliy tasdiqidir. Tibbiyotdagi o'zgarishlarni qishloq va olis hududlarda yashayotgan millionlab odamlarimiz his etib boshladi. Xalqaro tashkilotlar, tahlil va reyting markazlari bizni e'tirof etyapti. Yurtimizda o'rtacha umr davomligi erkaklar o'rtasida 71 dan 73 yoshga, xotin-qizlar orasida esa 76 dan 77,5 yoshga uzaygani sizlar bilan erishgan eng katta maqsad muddaomiz mana shu. Albatta, mashaqqatli mehnat mahsuli bo'lgan bunday ezgu ishlarda 600 mingdan ziyod jonkuyar tibbiyot xodimlarining munosib hissasini e'tirof etib, har qancha rahmat aytsak arziydi.